Mana qo'lni qaranglar. O'ziga yarasha. Assalomu alaykum hurmatli aziz kuzatuvchilar. Hojatda hojonalar, akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuy qovun bozoridan bunga o'xshash shirindan shakar qovunlar optim narx-navosini tanishtirib o'tdik. Qizg'anchiqmasdan like bosib qo'ying videoni boshidan. Nech pul do'stim? 3000 so'm. 3000 so'm. Men blogerman. So'ravering. So'raverasiz. Mana xaridorlar ustida, xudo xolasa, qovunni ko'ringlar, yeb ko'ringlar. Xudo xolasa, hurmatli akalar, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Mana shu qovun egasi Abrorning telefon raqamingizni aytib bering. 77 Hop. 384 Aha. 107. 107 raqamlariga bunga o'xshash shirindan shakar qovunlar olishingiz mumkin bo'ladi. Kelaverasizlar behijolat. Hurmatli musofirdagi akalar, qovun bozoriga kelinglar. Gashti boshqa ya baribir. Videoni oxirigacha ko'rib, qovuni bor do'stlarga podesta qilib ko'rsizlar. Bitta daftar ruchkani qilib olib, qovunni narxlarini to'liq tushuntirganman. 30 minutdan ham o'tib ketdi. Rahmat hammaga. Hurmatli hojati hojonalar, charchamayapsizmi akalar, ukalar? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani qovun tarvuz bozoridan optim narxlarni tanishtiramiz. Shu bugunlik kunda akalar, ko'ryapsizlar. Kami bir 2000 ta mashina bor. Haqiqiy. Tovarni vidni eng sifatli shirin qovunlar bizning bozorda. Tashrif buyurib olishlaring ham mumkin bo'ladi. Mabodo paykalda qovun bo'lsa olib kelib sotishlaring ham mumkin bo'ladi. Boshqa bozorlardan ustunlik tarafi bizda ozgina qimmat, chunki saralangan qovunlar keladi. Qani videorolikimizni boshladik. Assalomu alaykum. Dehqonboy, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Nech pul ekan bu? Tovarning qovuningiz 4000 kami bor. 4000 kami bor kiloga. Mana qovunni ko'ryapsizlar. Farq qovunlari va 2000 kami bor. Mana qaranglar. Mana uni qaranglar, maşallah. Qovundir. Shu so'yganingizni tir deydi, xudo xolasa. Ta'mi o'zgacha. 4000. Paykalda bor-a bundan, xudo xolasa. 4000 kami bor. Paykalda bor. 4000 kami bor ekan. Telefon raqamingizni aytib bering, ortaga. 77lik 045 1272 77 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Mabodo mana shunga o'xshash shirin shakarpalak kerak bo'lsa, bozoringiz bersin. Xullas akalar, bozor ichiga kirib ketdik, xudo xolasa. Asta-sekinlik bilan birinchi o'rinda qizg'anchimaslar, like bosib qo'yinglar, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Hozir ishim tugatib olay. Xo'p, qovunlarni qaranglar. Ishani rasa pishgan payt mabodo urug' olaman degan akalarimiz kelib, yildan keyin qovun ekish uchun do'ngboy olib, urug'ini oladigan payti, rasa pishgan va sifatli qovunlar kelgan payti. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 3000 kami. Qancha? 3000 kami bor ekan. Bozor qancha qildi? 3200 3300 qilyapti ekan. 3200 deyaptilar, bilmadim endi, aytishmadi. Ketdik boshqasiga. Xo'p, shakarpalak. Tozasi, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, joydari. Kimdan bu? Sizdanmi? Yo'q, qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Nech pul deyapsiz? 4,5 kam bor. 4,5 kami bor ekan, xudo xolasa. Bozor qancha qildi? Bozor 3000 qildi. 3000 qildi, berganingiz yo'q. Bozor yurib qopti. Xudo xolasa, lekin qovun rosa ko'pmi? Bilmayman, bir kam 7 tonna, 8 tonna qovun bor bu yerda. Xudo xolasa. Zo'r, bozoringizni bersin, xalaqit bermay. Xo'p, xudo xolasa navbatdagilar. O'rtacha shirin qovunlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay. Hamma qochaveradi meni ko'rsa. Nech pul ekan bu? Addi xollar. Foydasi tegadigan joyi bo'lsa, nima gap? Qiz yaxshimi? Xo'p, hamma qochyapti. Meni qo'limda bir narsa bor. Mana, so'kinish yo'q. Xo'p, xudo xolasa asta-sekinlik bilan ko'rsatib ketaveramiz. Mana qovunni qaranglar. Mashalloh. Shirin ekan, o'ta zo'r ekan, xudo xolasa. O'tsimsiz. Charchamay, sog'lig'ingiz yaxshimi, dehqon buva? Nech pul aka? 3,5 kam bor. Bozor qancha qildi? 2700 so'm.
Bozor 2700 so'm qildi. Xudo xolasa berilgani yo'q. Bemalol kelib, tashrif buyurib olsalaring bo'laveradi. Bozoringiz bersin. Xo'p, mana qovunlar o'chirtda turibdi mana. Sara-sarasini tanlab olishibdi. Xudo xolasa qovunni. O tomonda fura ham kelgan. Isuzular keragicha. Qovun trendda. Nimaga? Hozir narxini so'raymiz. Kim sizdanmi bu? Kimniki bu? Siznikimi? Xo'p. Qovun kimdan? Beqambo nech pul ekan? 2700 ketdi. 2000 qayerga ketyapti? Toshkentga? Qayerga? Toshkent Food City'ga ham shu joydan mana qovunlar ketyapti ekan, xudo xolasa. Bozorlaringni bersin 2700 so'mda. Ha? Bo'ldi. Xudo xolasa. Food City'ga bizni jamash saralab ketyapti, xudo xolasa Toshkentga. Ashi bilan ko'proq Gap yo'q. Bozoringizni bersin. Yashanglar. Gap yo'q. Bozorlaringni bersin. Xudo xolasa bizni bozordan Food City'ga ham ketyapti ekan qovunlar saralanib, xudo xolasa. Xo'p, 2700 so'm bozor narxi sotilibdi. Optimga xudo xolasa borgandan ustiga ozgina qo'yiladigan joyi bo'ladi. Xo'p, bu kimdan bu? Egasi yo'q, ha? Xo'p, navbatdagilarni asta-sekinlik bilan olib ketaveramiz. Nima deysiz? Nech pul ekan? 1,5 kilogramda. Do'ng bo'yi 1,5 million. Xudo xolasa turishi 1,5 million so'm ekan. Akamizga baraka beraversin. Savdosi bo'lyapti ekan, xalaqit bermaymiz. Xo'p, asta-sekinlik bilan bozor ichiga kirib ketaveramiz. Navbatdagilarni xudo xolasa olib ketaveramiz. Assalomu alaykum. Nech pul ekan aka? Nech pul ekan? Shosh bo'zi. Pul uzatdi. 2,5 ming kam bor. Bozor qancha qildi? 2000 berganimiz yo'q. Bozoringizni bersin. Bozor 2000, 2,5 ming so'm narx aytyapti ekanlar. Bozor 2000 qilibdi, berganlari yo'q ekan. O'tiyadi. O'chalim ozgina yuradigan joyi bor. Ehtiyot bo'lamiz. Mashinalar juda ham ko'p. Bugun xotirjam bir joyga o'tirib olib, meni mo'jalim joylashib olib videoni tomosha qilasizlar. Sabab qovun juda ham ko'p. Narx o'ziga yarasha. Xo'p, bugun aeroport. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Charchamayapsiz? Aeroport nech pul? Ishaning nech pul? Qo'yug'iz yo'q 3,5. Narxi kami bor. Bozor qancha qildi? 2200 so'm qildi, berganingiz yo'q. Juda zo'r. Bozor 22 qildi, berganlari yo'q ekan, xudo xolasa, lekin ular tam o'ziga yarasha. Chet eldagilar nima deysizlar? Qovunni sog'ingansizlar, to'g'rimi? Bir kelib yeydigan joyi bir 5 kunga kelib ketsalaring ham mazani qilib olaverasizlar. Telefon raqamingiz aka? 93lik 689 96 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Dastavka xizmatlar. Ismingiz? Muhammadjon deb aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Bozoringizni bersin. Ana. Mana shu turishini Do'ngbayiga 2 million beravering deyishyapti, xudo xolasa. Xo'p, navbatdagilarni olib ketaveramiz. Aeroport. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Charchamang. Nech pul aka? Yo'q, narxini so'rayapman men. Seryozni ishmas? 5 ming kami bor deyilyapti. 5 ming kami bor. 5 ming kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 4 ming qilyapti. Bozor 4 ming qilyapti, berganlaring yo'q. Berganingiz yo'q. Aeroport juda uchib qopti. Bu yil aeroport trendda. Aeroport trendda. O'qimlar trenddalar. Assalomu alaykum. Voy. 4 ming qildi, berganingiz yo'q. Telefon raqamingiz? Telefon raqamini Ha. berishim kerakmi? Bersangiz yaxshi bo'lardi. Klientlar bo'lsa 77lik. 335 335 2086. 2086. Sho'rab aloqalarga. Gap yo'q. Bozoringizni bersin. Hurmatli akalar, 8-daqiqa ketyapti aeroport. 5 ming kam bor ekan, 4 ming qilishyapti ekan bozor. Xudo xolasa, charchamayapsizmi? Qalaysiz? Xudo xolasa bozorga tashrif buyursalaring. Boshqa chun sotib beraman. Bo'laveradi, xudo xolasa. Boqqa yo'q u. Asta-sekinlik. Davlat ali degan odam dunyoda yo'q ekan u. Davlat ali degan odam dunyoda yo'q ekan deyaptilar. Bizlar
Prikollar zo'r topamiz, vo mashallah. Ya bu shakarpalak kimdan? Shakarpalak. Egasi kelmasligini farqi bor-da, chunki qovun o'ta zo'r ekan. Tashab ketsam ham sotilaveradi deganlar-da. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Qalaysiz? Xudo xolasa, nech pul aytdilar, bilmadingizmi? 4000 deyapti. 4000 deyapti. 4000 narx aytayapti ekanlar kilogramga. Sizniki nech pul ekan? 3,5 ming kam bor. Bozor qancha qildi? Dehqon biladi? Ha, bo'ldi. Shopir akalar dehqonni o'zi biladi dedilar. Assalomu alaykum. Kimdan, sizdanmi bu? Narxi nech pul aka? 3000 so'm ozgina kami bor. Mashallah, mana qovunni qaranglar. Nashaban beraveramiz. Oh, dedi ham boshqa ya buni. Xudo xolasa 3000 kam, bozor qancha qildi? 25,5. 25,5 qildi, berganingiz yo'q. Xudo xolasa ozgina qo'shiladigan joyi bo'lsa, dastavkasi bilan kelishib, yetkazilaveradi. Mashallah, mana qaranglar. Odam maza qiladi. Bilol Uz, Xudo xolasa. Alaykum assalom. Telefon raqamingiz? 93lik 93lik 072 072 61 aha 98. Xudo xolasa shu raqamlarga telefon. Ismingiz? Ma'murjon. Ma'murjonga aloqaga chiqaverasizlar, dastavka qilib do'koningizni oldiga yetkazib beradilar, Xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli akalar, asta sekinlik bilan bozor ichiga kirib ketaveramiz. Xo'p, Tarvuz bozoriga o'tmoqchi edim. Tarvuz bozorida tarvuz kamroq ekan. Bitta, ikkita bor ekan. Shuning uchun bugun qovun narxlarini to'liq tanishtirib o'taveramiz. Xo'p. Asta sekinlik bilan bozorga mayda savdosi bo'lyapti ekan. Xo'p. 2400 so'm narx bo'lyapti ekan kilogramga. Qancha aytyaptilar? Narx 2400 so'm. Narxini o'zlari qancha aytyaptilar? Yo'q, men qancha aytyapsan narxini? 3,5 ming kam bor deyapmiz, 2400 qilishyapti. Ha. 3,5 ming kam bor ekan, 2400 qilinyapti ekan, Alloh xolasa. Juda zo'r. Jamoa shu qovun bozori. Bozorlaringni bersin, xalaqit bermaymiz. Xo'p, qovun bozorini birgalikda aylanib yuribmiz-ku. Sayr qilyapmiz, Alloh xolasa. Navbatdagilari. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz, qanday qilaysiz? Nech pul ekan? 3000 dan kilogramga. Bozor qancha qildi? Bozor 2,5 so'rayapti. 2,5 qilyapti. Gap. Mana shunaqa odamlar yoqtiraman. Keyinda nech pul desa, mana shunaqa tas-tas gapiradi odamlar. Qochadigan emas. Telefon raqamingiz bormi, aka? Bor. Ayting. 93lik 90lik 401 39 17. 401 39 17 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Qovun xudo xolasa zo'r ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Dastavka ham qilib berilaveradi, kelishilsa. Kelishda bo'ldi. Yashang. Bozoringiz bersin. Ha. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi axir? Qovun bozor qalay bo'lyapti? Zo'r. Hey, gap yo'q. Ta'riflagan iloji. Gap yo'q. Qovun bozor trend. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hey, yashang. Navbatdagilarini olaveramiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nech pul ekan? Dehqon kim? 3000 deyaptilar. Bozor qancha qilyapti endi? Qancha? 2300 so'm narx qilinyapti ekan. Xudo xolasa. Boshlan. Lekin juda ham zo'r. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Bozorga kelganda ehtiyot bo'lasizlar. Chunki mana burchakga kallasi tiyish mumkin odamni. Xo'p. Shakarpalak. Xudo xolasa jaydarisi ekan. Qora qosh deyarmidi buni? Nech pul ekan? 4,5 ming kami bor. Bozor qancha qildi? 3800 qilibdi. Hamma qovunda o'sha bozorning narx-navosi chiqib qolibdi. 3800 so'm qilinibdi, berilmabdi. Danjirasidan tirs uzib turib, uni so'yib ertamanda non bilan, issiq non bilan yeyishga nima etsin, to'g'rimi? Juda ham zo'r. Bozorlaringni bersin. Xo'p. Hach ko'ring, hech narsa qilmaydi. Xo'p, voy, mashallah, mana qovunni qaranglar. O'sha qovunni gigantlari chiqishni boshlabdi, yiriklari. Mashallah, juda ham zo'r. Xo'p, kimdan ekan bu? Yirigi kimdan ekan bu? Vo, trenddagi shakarpalak kimdan?
Sizdanmi? Nech pul? 4,5 ming kam bor ekan, xudo xolasa. Bozor qancha qildi? 3300 qilyapti. 3300 qilyapti. Berganlari yo'q ekan, xudo xolasa. Maşallah. Juda ham zo'r. Qoyil. Ama bozor deng oldisi ekan. Bozoringiz bersin. Navbatdagilar aeroportmi bu Shakarpalak? Jaydarini sal yirikroq sortidan. Neroq? Nero? Qozoq degan. Qozoq degani ham bor ekan. Nech pul ekan bu? Qanchadan oldingiz mana shunaqani ayting, poddaga. Xo'p. Narxini so'radik. 700 bo'pti. Kimdan bu dehqon aka? Assalomu alaykum, dehqon aka, yaxshimisiz? Nech pul ekan? 3,5 kam bu. Bozor qancha qilyapti hozir? 27. Juda zo'r. Hali vaqt bermayman, bozorlaringni bersin. Xo'p, navbatdagilarni asta-sekinlik bilan olib ketaveramiz. Ko'pchilik yozishi mumkin. Nimaga? Savdoni ustini ham olmayapsiz deb. Hozir savdo pishib turgan bo'lsa, men kelib aralashib savdolariga putur yetkazib qo'ymaslik uchun men narxini so'rab qo'yaman xolos. Yaxshimisiz aka? Nech pul aka? 3,5 ming kam bor. Bozor qancha qildi? 2600 qilibdi, berishmabdi. Voy, lekin bozor xullas o'rtacha qovun bozorida narxlar sotilish mana shunaqa. Tovarni qovunlar 2600, 2700, eng yuqorisi 3000 gacha. Qanaqa qovun ekaydigan akalarimizga sizlarga ko'k cheklinglar yoki aeroport. Sababi narxi o'ziga yarasha tushmaydigan qovunlardan. Xudo xolasa, bozorda svetlishgan. Ko'kchani kim oldi? Sizmi? Ko'kchanimi? Yo'q, egasi yo'q. Nech puldan olish? Nech puldan olishdikin? Satanlar samsala aka. Shu yarim ming oldi. Ha. Kiramisan? Voy, basharanga bijir-bijir qo'yib qo'yman. Bijir-bijir basharanga. Yaxshimisan? Yana bozori bo'lyapti ekan. Bo'ladimi? Ha, qoradingizni ham ko'rgan bo'lsa. Qanchaga ketdi? 2000 qancha dedilar? Eshitmay qoldim. 1000 bor edi. 2250. 150. 2150 dan ketdi ana. Bozorlaringni bersin. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'ingiz yaxshimi? Shakarpalak. O'zimiz jaydar. Xudo xolasa jaydarisi baribir mazasi boshqacha bo'ladi. Вообще. So'yg'inda tirt deydigan arashi bo'ladi. Yoradi, Xudo xolasa. Nech pul narxi? 3,5 ming azna kam bor deydi. 3,5 ming ozgina kami bor. O'zimiz oqqumni qovuni. O'zimizda oqqumni qovuni. Oqqumni qovunini tarixdan ko'pchilik biladi. Ta'mi o'zgacha bo'ladi. Mana to'rini ko'ryapsizlarmi? Biladiganlar bo'lsa. Aka, telefon raqamingizni ayting. 93lik. 93lik 493 493 0678. 0678 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa jaydari shakarpalak bo'lsa, bemalol kelib, ya'ni paykalda o'zidan ham uzib kechaveradi. Bonuslari bor. Xudo xolasa paykalga kelishsa bonuslari bor. Bozoringiz bersin. Instagramga chiqyaptimi endi? YouTube'ga chiqadi bizniki. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli akalar, ukalar, ozgina vaqt sarfladik. Mana 17 daqiqa. O'z ishga ketishimiz kerak bu vaziyatda ichida, lekin sizlarga bugungi bozorni tanishtirib ketmasam bo'lmaydi deb chiqqan holatim. Shu joygacha videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosmagan bo'lsangiz, like bosib, nimadir fikr qoldirib ketsangiz, juda ham yaxshi bo'lardi. YouTube poddesh qilib rekomendatsiyaga tezroq olib chiqqan bo'lardi. Navbatdagilar, Dehqon aka, sizdanmi bu? Egasi yo'q. Egasi yo'q, bo'laylik. Oldi. Bitta olib ketaveraymi? Egasi sraz chiqadi. Ha, xudo xolasa. Xo'p. Asta sekinlik bilan olib ketaveramiz. Egalari yo'q ko'pini. Aeroportmi bu? Qanchadan ketdi? Kilosi 3000 so'm. Kilosi 3000 so'm ekan. Xudo xolasa. Juda zo'r. Har safar bozorni kirish qismidan olardim. Bu safar bozorni oxiridan olib tepaga qarab chiqib ketyapman. Sababi oxiridagilarga ko'pchilik norozi bo'lib qolishdi, chunki oxiridagilar videoni oxirigacha ko'rishmaydi ko'pchilik, shuning uchun xo'p, orqasidan olishga harakat qilyapmiz. Hamma aeroport kimda? Nech pul ekan?
4 mingdan. Bozor qancha qilyapti? Ne ucunuz yo'q aka bugun? 10-chi shekilli. Ha, bo'laveradi. Bozor 3,5 qilyapti ekan. 3,5 ming qilyapti. Shu oltinga o'xshab tovlanadigan qovullar xudo xolasa. Juda zo'r. Bozoringiz bersin. Botir og'a. Nima gap? Tinchmi? Dunyodagi eng haligi, men eng mirovoy qo'shnim. Bir 20 ming qarz olib qolsangiz, ertalabdan kechgacha uxlatmaydigan odam mana shu bo'ladi. Do'stim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ash Botir aka bo'ladi. Nima gap? Tinchmi? Kimdan ekan bu? Sizdanmi aka? Nech pul? 3,5 ming xudo xolasa. Bozor qancha qildi? Bozormi? Ha. Bozor bu boshlanish, to'g'rimi? Boshlanish. Har safar bu tomondan olardim. Bu safar u tomondan olib kelyapman, shularni 2700 narx qilishyapti u tomonda. Eng oxirrog'ida. Mana shunaqa qo'limda 2700 gacha narx qilishyapti. Bozor endi u tomondan boshlaysizlar shekilli. Sizniki qani, do'stim? Xudo xolasa. O'zi yaxshi. Xo'p, navbatdagisi, xudo xolasa. Nech pul do'stim? 3,5 ming so'm kami bor. 3,5 ming so'm kami bor. Bozor qancha qildi do'st? Bozor 27 qildi. 27 qildi. Ha, qovunni ham trendini olib chiqibsizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa boshladik, pishdi o'zi. Oh, boshlanishi pishibdi, xudo xolasa endi. Bemalol qovunxo'rlik ham bo'lsa bo'ladigan joy ekan. Do'stim, raqamingizni aytib yuboring. 77lik 384 284 107 raqamlariga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Qovunlar boshlandi, xudo xolasa sezoni. Abrorbekka telefon qilaverasizlar. Hurmatli akalar, navbatdagilari ko'kcha. Kimdan bu? Ko'kcha bizdan aka. Nech pul ekan ko'kcha? Ko'kcha 4 ming kam bor aka. 4 ming kam bor. Bozori tushmaydigan qovunlardan biri. Ko'kcha bilan aeroport. Xudo xolasa. Tam o'zi gapiradi. Ko'kchani shirin bo'ladi-ku. Xudo xolasa 4 ming. Bozor qancha qildi? Bozor 2800. 2800 qildi. Berganingiz yo'q. Berilmaydi ham, chunki 3,5 tepada gaplashamiz, turaveradi. To'g'ri. Juda zo'r. Ko'kchani o'ziga yarasha, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Siznikimi domla bu? Qancha ekan, xudo xolasa? 3000 so'm, xudo xolasa narxi 1 kilogrammi. Do'ng bo'yga ham beraverasizmi? Ha. Nech pul? 2 million. 2 millionga. Ash tur shuni. 2 millionga berib yuboraveradi. Telefon raqamingizni ayting, domla. 93lik 925 86 67. Agar o'zimizda Abdusalom buvamiz xudo xolasa, domla. Ko'pchilik tanigan, xudo xolasa. El suygan san'atkor. Bozoringiz bersin. Xo'p. Hurmatli akalar. Asta sekinlik bilan olib ketaveramiz. Videoni uzmaslikka harakat qilyapman. Oxirigacha olishga. Yaxshimisizlar? Kimdan ekan shakarpalak? Egasi hozir turuvdi ketib qoldi. Sizdanmi aka? Dehqon endi keladi. Charchamayapsizmi? Narxini aytgandirlar balkim. 4 ming deyishyapti. 4 ming deyishyapti. Birontasiga narx qildimi? So'rashyapti. Qancha qilishdi? 3200 gacha narx. 3200 gacha. Juda zo'r. 3200 gacha narx qilinibdi, lekin berilmabdi. Dehqonning o'zi bo'lganda juda ham yaxshi bo'lardi. Hozir kelib qoladi. Bo'ldi, bozoringizni bersin. Navbatdagilari. Mana mashqonda. Do'stim, qalaysiz? Yaxshimisiz? Nech pul ekan? Qochim unda. Qancha? Buni Ha. bunisi 3000. Hop. Bunisi 5000. Aeroport 5000, eshani 3000. Xudo xolasa. Ikkalasini o'rtasida 2000 raznica qilyaptimi shunda? 2000 raznica qiladi. Mashallah. Bir yil qovun ekmoqchi bo'lsam, mana shuni ekarkanman ko'kcha bilan. Chunki o'tgan yilgi bozorda ham oxirigacha ko'rganmiz, narx tushmagan. Mana shu holatda stabil ushlab turilgan. Bozor qancha qildi? Bozor 3700, 3600 qilyapti. 3700, 3600 qilyapti. Narigisini 2400 so'mdan. 2400 so'mdan, xudo xolasa. Juda zo'r. Bozoringiz bersin, do'stim. Charchamayapsizmi? Qayga olyapsiz? Instagram. Ay, sekin. Xo'p. Instagramni yoshlar ko'radi, YouTube'ni kattalar ko'radi.
Kattalar qovun oladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kattalar yaxshimi? Rahmat. Kattalar qovun olardi, kattalar qovun ekadi. Instagramda yoshlar o'tkazadi faqat. Xudo xolasa biz YouTube bilan shartnomamiz yaxshi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Shakarpalak kimdan? Egasi yo'q. Bu xullas akalar bozorning boshi. Mana shu joyda qovunlarni saralanib o'tkaziladi. Sababi qovunlar kirgan joyda mana shu yerda bitta tak o'tkazilaveradi. Bo'ldi. Xo'p. Navbatdagilarni olib ketaveramiz. Ko'lu quruq rivojdan olib ketilaveradi. Xo'p. Mol qovunlar hali chiqqani yo'q, hurmatli akalar. Xo'p. Bo'ldi. Xabar tashlab qo'yaman. 7 gektar. Sotolmagansan turadi. Nech? Soatda qaytasiz. Voy aka, nech pul ekan bu? 2900 qilishyapti. 2900. Qancha aytyaptilar? 3000. Beraman deyilyapti. 3000 emas. 3000 ga beraman deyapti. Beraman deyapti. Beraman deyapti. 3,5 narx aytilyapti, 3000 ga beraman deyishyapti ekan. 100 so'm tushib Ha. bo'lmas ekan. To'g'ri. Xudo xolasa navbatdagisi. Xullas 7 gektar poliyadan kelay turgan qovun. Maşallah, birinchi uzum ekan xudo xolasa. Narxi nech pul? 2300. Zo'r. Ertalab 3000 soat chiqdi. Buraga paykaldan chiqarib beraveramiz. Bo'laveradi. Hozir eng trenddagisi kim? Qovun ekkan odam. Ha. Ko'cha-kuyda bilan so'rasa, yaxshimisan deyapti. Qo'lni uchimini. Biz so'rashmayapmiz aka. Ey, gap yo'q. Kibr odamni sindiradi. Telefon raqam 90'lik. 90'lik. 858 58 88. Mabodo telefon alo deb qo'ysa sal kibrli ekan deb qo'yaverasizlar. Xo'p. Navbatdagilarni olamiz. Og'ajon, alo. Uxlab qoldingizmi? Nech pul ekan? Assalomu alaykum, charchamayapsiz? Nech pul narxi? Kimdan bu? 2 million kami bor. Turush 2 million kami bor ekan, xudo xolasa. Juda zo'r. Bozor qancha qilyapti? 1 million 100 qilinyapti ekan, berganlari yo'q ekan. Juda zo'r. Bozoringiz bersin. Xo'p. Xudo xohlasa bozorni oxiridan boshlanishiga yetib keldim, lekin tugamaydi akalar, bag'i ketaveradi, qatirib turib narx so'rab ketaverasiz. Xullas, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Bugungi bozor juda ham ajoyib bo'ldi. Hammani Allohim dehqonchiligiga barakot bersin. Bozorlaring yuz bo'lsin, yuzlaring yorug' bo'lsin. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yinglar akalar.